Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Dardo bozorida 18 million. Nech pul dedingiz? 15 million 700 ga chiroyli xunajinni olib chiqib ketibdi. Dardoqqa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana Dardodamiz. Nima deyapti Dardolar? Gazini bosamiz. Qani bo'lsa ketdik. Haftaning kuniga obunachilar seshanba 11-mart sanasi obunachilar. Dardodamiz, Dardoda. Dollar kursini ulgani ayta olmay qoldik, xudo xolasa aytamiz keyin. Bitta obzor qilaylikchi Dardolarni. Bu yerda yosh xunajinlar, novvoslar ko'p ekan, qani bitta obzor qilamiz. Xo'p deganda, ko'p ketdi bu. Qancha qilishdi aka? 15,5 million. Novvoslar qimmatlab ketdi, va shili. 1.12 bo'yi bilan obunachilar 15,5 million qilishyapti ekan, bermayapti ekan, qo'shilsa beraverar ekan. Dardodi mana novvoslar. Endi qayerda novvoslar bilamiz, Dardo hayvon bozoridamiz akalar. Va tog'a bu novvoslar nech pul qilishdi oxirgi narx? 9 millionga oldim. 9 millionga olinibdi, baraka bo'pti akalar. Yosh novvosimiz mana. Bo'yi kelsa pashti 1 metr bor. 90 bo'lsa kerak. 9 millionga olingan novvosimiz. Jipiga qancha so'rayapti ekan novvoslar? Aka jupiga nech pul so'radi? 29 million so'rashyapti ekan jupiga. 15 million beryapti. Ha, qoraganmi? Qorani o'ziga 15 million beryapti ekan obunachilar. Tog'a 1 minut. Uzr ming bor. Nechiga? Nima bo'ldi endi? Nima ish beryapti endi? Yo'q, hozir aka. 115 ta plus minus obunachilar. Yo'q, bo'yin aka. Bo'yini. Ha, bo'yin kam bor aka. 17 million kam bor ekan, 15 million qilyapti, bermayapti YouTube aka. Vodidan savdo. Va Dardodamiz yangilikni kiritdik, xudo xolasa mashidamiz. Buni ham qoldirmaymiz. 3 ta novvos. Akalar nech pul qilyapti? 3 tasiga 35 mi? 3 tasiga 35 beryapti. Obunachilar yosh novvoschalar, ko'chat novvoschalar mana. Bo'yini ko'raylikchi, ammo standart ekan bu 3 osini. 35 ga bermayapti. Xudo xolasa qo'shib bersa beradi. Sen ham gap. Obunachilar 1.4 bo'y bilan ekan. Nechta bo'y? 1.4. Minusi ham bor, plusi ham bor. Xullas qo'lim o'ynab ketgan hisobiga obunachilar 35 million qilyapti cho'q novvosimizni. Bermayapti. 200 ming so'm o'tib beryapti ekan yana. Bermayapti. Xudo xolasa beraveradi qo'shilsa. Necha qimmatladi deng o'sha aka. Tushib bermayman de. Mana shu o'rtada ekan aka katta. Bu Dardodamiz akalar. Voy aka. Kichkinalarni pulini aytmay. Yo'q, bo'ptimi aytdim, aka 35 million. Maydalar qimmatda bo'ladi bu odam. 6 millionga ham olmayman. Novvosimiz chiroyli bo'pti, olaylikchi, nima bo'ldi ekan? Novvos udar. Olindimi, sotildimi akalar? Nech pulga? 27 million. Bermayapsiz. 27 million 200 ga bermayapti ekan. Bu endi qanaqa sementalmi yo boshqacha? Greenfood. 27 million 200 ga Greenfood novvosimiz bermayapti ekan. Bo'yiga kelaylikchi hozir. Yo'q, ular bo'yini o'lcholmadi, 27 million 200 ga Greenfood mana bermayapti. Xudo xolasa qo'shilsa beraverar ekan. Novvos o'ta chiroyli. Semirish bo'yicha nomer 1 bo'lar ekan u novvoslar. Cho'tka ekan narxi. 1.18 bo'yi bilan obunachilar ko'chib qolyapti. 1.18 bo'yi bilan Greenfoodimiz 27 million 200 ga berishmayapti. Bu yerda akalar xunajinlar ko'p ekan, ko'proq. Novvoslar mana shu bir joydagi ko'chat novvoslar bo'ldi. Boshqasi Greenfood ko'rdim, qolgan hammasi xunajin ekan. Dardorlar ko'pi xunajin baqadi shekilli. Bu novvos 9 millionga olindi deydi, olib o'tib ketdi, obzor qildik. Bu yerda xunajinlar ekan. Aka shvedlar ha, bular toza. Nech pul qilishyapti kosiga? Tomoni sotdim 11 million. 11 millionga shved. Xunajin ekan, obunachilar 11 millionga sotilibdi. Bo'yiga kelaylik, bo'yini o'chaylikchi. 1.5 bo'y bilan obunachilar, plus minusiga. Buncha balandroq chiqsa kerak bu. Bunisi 1.10 deyapti obunachilar, mana ko'rasizlar. Qancha qilishdi aka buni? 10.5. Bunga 10.5 qilib bermayapti obunachilar. Nimaga bu 9 bu 10.5 aka?
Aka 11 ga sotdim. Ha 11 dedingiz, 11 ga sotildi. Buni 10,5 qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Mana yuzi sal baquvvatroq ekan, o shari. Ham aldab qo'ymang. Ha. Endi bizda anglashilmovchilik bo'ladi aka. Orqasini sifatini ham bir qatorda. Dardo hayvon bozoridamiz akalar. Yosh, xunajinchalar nech pul qilyapti ekan? Qani bo'yiga kelaylikchi. 7.300 ga bermayapti ekan. Buni ham bo'yi 1 metrga yaqin. 1 metr oshadi. 99, 1 metr past. Malaka bozorda xunajinlarni olaylik, yosh xunajinlarimiz bor ekan akalar. 3 ta xunajinimiz. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Nech pul narx qo'yishdi aka bularga? Qo'yapti-yu. Vodiydan savdo akalar. Yaxshimisizlar? Nech puldan qo'yishdi aka? Quyuq suyug'i. 31 million qilyapti. Basharani olib yurmang. Ha, bo'ldi. Basharani yo'q, rostdan. 31 million qilishyapti ekan 3 oysiga obunachilar, quyuq suyug'i. Bo'zaklar bir xilda ekan, bitta o'rtada kichkinaroq ekan. O'rtadagi emas, u narigi. Nargisi. O'nami? Mana emasmi? Bir 5 bo'yi bilan obunachilar. Mana ikkosi bir xil ekan, mon bilan uni, va? Ha, mo'mi? Ha, bitta egilib olgan, ha, bir xil ekan, 1.5. Nargilar 10 ekanda, pashti 1.10 ekan. Obunachilar mo'lar 1.5 dan ekan, nargilar 10 ekan. 31,5 millionga bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan, xudo xolasa. Yosh xunajinchalar. Mana hali paroda sifatrog'iga o'xshayaptimi? Buni ham bo'yi pashti 1.10 ekan. Aka, oxirgi narx qancha qildi aka? Aka, endi pul berishyapti aka. 11 ga turibmiz. Ha, 11 million deya savdo qilishyapti. Buni ham obunachilar bo'yi 1.10 dan chicha balandroq bo'lsa kerak. Qani qiziqadi. Yeb ichmoqda deyapti. Yosh ekan-a? Yaxshi. Metr aka lazimni. 1.5 ekan obunachilar, buni ham bo'yi. Ko'rasizlar. Qashak ena bola sigillarimiz akalar. Bolasi qanaqa ekan? Nech pul qilyapti aka buni? Xabarim yo'q. Savdo bo'lyapti, xalaqit bermaylik. Bo'g'ozmi aka sigir? Necha oyli? 5 oy. Nech pul deyapti, bermas. 25 deyapsiz. Ha, 25 million so'm kam bor ekan, 7 oyli bo'g'oz. Nechinchisiga aka? 3-siga bo'g'oz ekan obunachilar. Savdo qilyapti ekan, xudo xolasa savdosi pishib qolsa olinar ekan. 3-tug'ma sigirlarimiz. Molda tinig'i nomeradini mana. Dardo hayvon bozorida ena bola sigirlar. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi bozorlar bilan bo'lib? So'rayman. Ro'za Ramazonlarda. Aka ena bola sigir nech pul qilishdi oxirgi narx? 36 yarim million. 36 bolasi novoz shekilli. Novoz. Nechinchi bola aka? 3 yo 2. 3 yo 2 36 yarim 37 million qilishyapti ekan, bermayapti ekan ena bola sigirlarga. Novoz bolasi ham o'ta chiroyli ekan. Sifatda bu gap bor-da. Ko'rasizlar. Onasi ham o'zi bor ekan. Chiroyli narxlarda, obunachilar. Zo'r. Bozorni bersin aka. Orqa tarafini ham oldik, ko'pchilik nima qilmayapti. Mana o'zimizniki oddiy jaydarlardan dedi. Yo'q ekan. Mongolilar. Suti qancha suti bu? 8 litr suti bilan ekan. Yo'q ekan o'ma. Oyog'ini ham qimillatmayapti. Ko'rasizlar akalar. Obunachilar bu yerda bolasi xunachilar aka 22,5 millionga bermayapti. Suti qancha aka buni? 5 litr. O'zimizga oddiy oilaga, mana kichkina oilalarga 5 litr suti bilan ekan obunachilar 22,5 millionga bermayapti. Qo'shilsa beraverasiz endi aka. Nechinchi tug'ma bo'ladi bu? Ikkinchisiga ekan 22,5 baho qilishni bermayapti. Ammo mo'lam yaxshi sifati bor ekan. Ko'rasizlar. Dardo hayvon bozoridamiz akalarimiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda savdo bo'ldimi? Pishdimi? 29,5. Sag'ib berdim, Oma qo'yli. Dardoda mana sutlar sag'ib turib ta'siratib o'tkazyapti. Separatini nima qilsa qaymog'ini ham chiqarsin. Oqib ketmasin deb uje sag'ib ham berishdi. Ana tog'a, faqat qo'yib qo'ydi. Oma qo'y. Va nech pul qilishdi dedi buni? 29,5 ga oldim. Ha, oldingizmi? Bozorga. Barakasini bersin aka. 29,5 millionga baraka bo'pti. Bolasi qanaqa? Novosmi bolasi? Bolasi novos ekan.
Akamizning moli ekan xullas. O'tgan bozor sotganmikan shunaqa. O'sha yana qaytarib olibdi o'ziga. 29,5 millionga olibdi. 29,5 millionga olibdi, o'zi 29 million 200 ga sotgan ekan bozor kuni. Shunaqa gaplar. Ajoyib voqealar o'tiradi dedi. Tog'a xunajinimiz qancha qilishdi? 5 milyon 200 so'ra. 8 oylik bu. 15 million 200. 8 oylik bu. Ha, bo'g'ozmi bu? Yo'q, qolma 8 oylik o'zi xunajin debman. Hozir shunga g'alati o'tgan 8 oylik bo'g'oz ekan. Eng kichkina bo'g'oz sigirlarimiz obunachilar. Birinchi tug'maga ekan, xudo xolasa suti ham dadil bo'lib qoladi shekilli 5-6 litr. Yelini ham kattaga o'xshayapti. Zo'r. Mana akalar bozorlab bersin. Yana bola sigirlarimiz bolasini olsa, olsa shekilli. Voy tog'a nech pul qilishdi buni? Nech pul deyapsiz tog'a buni? 40. Ikkinchi bolasiga ekan. Bolasiga ikkinchi bolasiga 40 million deyapti ekan. Nech pul qilishdi bermadi tog'a? 33 millionga bermayapti ekan. 18 litr ustiga deyapti ekan. Yuvoshligini qaranglar, 18 litr usti. Yelini ham katta ekan uni. Shunaqa gaplar obunachilar. 33 million beryapti-ki, ikkinchi tug'um ekan. Onasida sifat ham bor ekan, qaranglar. 18 litr usti bilan ekan. Obunachilar 35 million kam bor dedimmi? Ular 33 millionga bermayapti ekan. Ammo bolasi bo'g'ilib qoldi. 5 kunlik? 5 kunlik novos ekan. Ammo qol, zo'r. 18 litr usti bilan 33 million qilyapti ekan, bermayapti ekan. Uchtasi 12,5 million. Orqada ikkita nech pul oldi aka? 8 million, 4 dan bo'pti. Qo'chqarlar o'dallar ekan. 9 million 600 ga xunajin baraka bo'pti akalarimiz.